Assalomu alaykum. Xabarlar.uz kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bugun dasturimizda Shoshilinch xabar. Toshkentda Suriyadagi terrorchi tashkilotlarning bir guruh a'zolari ushlandi. Afg'onistonda davlat bayrog'i qayta ko'tarildi. Tolibon aholini o'qqa tutdi. Tezkor xabar. Murodxon To'rayevning shogirdi Elbek Rahimovni o'ldirgan qotillar ushlandi. Faqatgina to'g'ri va haqqoniy ma'lumotni bilishni istayman. Shavkat Mirziyoyev. Tezkor xabar. Toshkent mahalliy aeroporti Afg'onistondagi vaziyat sabab yopilishi ma'lum bo'ldi. Afg'on matbuoti Ashraf G'ani qayerda ekanligini e'lon qildi. Endi esa bizda batafsil. Tezkor xabar. Toshkent mahalliy aeroporti Afg'onistondagi vaziyat sabab yopilishi ma'lum bo'ldi. Avvalroq Toshkent aeroportining mahalliy terminali noma'lum muddatga yopilgani, bu Afg'onistondagi keskin vaziyat bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergandik. Tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonot bilan chiqib, O'zbekiston Germaniyaga Afg'onistondagi fuqarolarni evakuatsiya qilishga yordam berishini ma'lum qildi. Erishilgan kelishuvlarga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Germaniya Federativ Respublikasiga Afg'onistondan Germaniya fuqarolarini, shuningdek, Germaniyaning Afg'onistondagi diplomatik missiyasiga xizmat ko'rsatuvchi texnik xodimlar Afg'oniston fuqarolarini evakuatsiya qilish jarayonida texnik ko'mak ko'rsatadi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarida. Vazirlik evakuatsiya qilinganlarning barchasi Germaniyaga ketgunga qadar aeroport tranzit hududida bo'lishini qo'shimcha qilgan. Tezkor xabar. Afg'onistonda davlat bayrog'i qayta ko'tarildi. Tolibon aholini o'qqa tutdi. Tolibon jangarilar Afg'onistonning Nangarxor viloyatida aholiga qarata o'q uzdi. Qayd etilishicha, Nangarxorda aholi Afg'oniston davlat bayrog'ini qo'llab-quvvatlab namoyishga chiqqan. Toliblar esa namoyish ishtirokchilariga qarata o'q uzgan. Hodisa oqibatida bir necha kishi yaralangan. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra, halok bo'lganlar ham bor. Faqatgina to'g'ri va haqqoniy ma'lumotni bilishni istayman. Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z ish uslubi haqida aytib o'tdi. Men prezident sifatida ish boshlagan birinchi kunlardanoq o'z komandamni haqiqiy holatga mutlaqo aloqasi bo'lmagan balandparvoz gaplar va chiroyli raqamlarni yoqtirmasligimni aytib, qattiq ogohlantirganman. Qanchalik achchiq va noqulay bo'lmasin, men faqat to'g'ri va haqqoniy ma'lumotni bilishni istayman. Bu men uchun to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Albatta, bu talabni hamma ham tushunib yetgani yo'q. Hali ham eskicha usulda ma'lumot berishga urinishlar bo'lib turadi. Lekin men bunday holatlarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Ana shu haqiqatni tushunmaganlarning ko'pchiligi bilan xayrlashdik va bu masalada talab doimo qattiq bo'ladi. Xalqimiz, vatanimiz manfaatlari, jamiyatimizning kelajagi, farzandlarimizning baxtini ta'minlashga qaratilgan bugungi islohot jarayonlarining o'zi shuni talab etmoqda. Bu borada boshqacha yo'l tutishga haqqimiz yo'q. Yana bir bor aytaman, rahbar va mutasaddi shaxslar o'rtasida kimki ana shu o'tkir talabni tushunmasa, qanchalik og'ir bo'lmasin, ular bilan xayrlashamiz, dedi Mirziyoyev. Mana o'sha Murodxon To'rayevning shogirdi Elbek Rahimovni o'ldirgan qotillar, ular ushlandi. Avvalroq Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida Ushu sanda bo'yicha chempion sportchi Elbek Rahimov o'ldirib ketilgani haqida xabar bergandik. Mazkur holat bo'yicha Bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, qotillikka daxldor ayrim ma'lumotlar ochiqlandi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Joriy yilning 17-avgust kuni soat 10larda Qarshi shahrida yashovchi R.ni ko'p qavatli uyidan chiqishini kutib turib, R ko'chaga chiqqanidan keyin 7 nafar sovuq qurollari bilan qurollangan shaxslar uni bosh, yuz, ko'krak va tanasining boshqa sohalariga urib, og'ir tan jarohati yetkazib, Gentra avtomashinasiga majburan mindirishib, jinoiy qilmishlarni yashirish maqsadida Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasiga olib borib tashlab ketishgan. Natijada ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan shu kuni shifoxonada vafot etgan. Jinoyatni issiq izlarda fosh etish maqsadida olib borilgan tezkor qidiruv natijasida shu kunning o'zida jinoyatga aloqador Qarshi shahri va Qarshi tumanida yashovchi fuqarolar Sh.T., J.A., O.R. va boshqa ismli shaxslar ushlangan. Holat yuzasidan Qarshi shahar prokurori tomonidan Z.B. va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi L.P. bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilindi hamda himoyachi bilan ta'minlanib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Holat yuzasidan qo'shimcha ravishda ma'lumot beriladi. Shoshilinch xabar. Toshkentda Suriyadagi terrorchi tashkilotlarning bir guruh a'zolari ushlandi. Toshkentda Suriyada faoliyat olib borayotgan xalqaro terrorchilik tashkilotlarining bir guruh a'zolari ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, xavfsiz poytaxt konsepsiyasi doirasida o'tkazilgan tadbirda Suriyada faoliyat olib borayotgan xalqaro terrorchilik tashkilotlarining bir guruh a'zolari hozirda qidiruvda bo'lgani quyidagi shaxslar bilan internet tarmog'i orqali aloqada bo'lib kelganlikda gumonlanmoqda.
1978-yilda tug'ilgan Olmazor tumanida istiqomat qilgan Feruza Sabitovna Musajonova, 1981-yilda tug'ilgan Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan Sarvar Odiljonovich Qosimov, 2001-yilda tug'ilgan Uchtepa tumanida istiqomat qilgan Abdurahim Abdumalik o'g'li Abduqahhorov, 93-yilda tug'ilgan Yashnobod tumanida istiqomat qiluvchi Dilshod Murod o'g'li Jumaboyev, 99-yilda tug'ilgan Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qilgan Abdullahat Baxtiyor o'g'li Muhammad Bakiyev, 1999-yilda tug'ilgan Yunusobod tumanida istiqomat qilgan Mirolim Mirsaxumovich O'lmasov, 2001-yilda tug'ilgan Sergeli tumanida istiqomat qilgan Nodir Jahongir o'g'li Sobirjonov. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi ish yurituvidagi bo'lgan jinoyat ishi doirasida Olmazor, Shayxontohur, Uchtepa, Yashnobod, Mirzo Ulug'bek, Yunusobod va Sergeli tumanlari hududidagi 108 ta manzilda prokuror sanksiyasi asosida tintuv tergov harakati o'tkazilib, 94 nafar shaxslar ichki ishlar bo'limlariga olib kelingan. Tadbir davomida ushlangan shaxslarning yashash manzillarida o'tkazilgan tergov tezkor harakatlari natijasida ekstremistik oqim va xalqaro terrorchilik tashkiloti targ'ibotchilarining aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan va taqiqlangan materiallar topilib, qonuniy tartibda rasmiylashtirib olindi, deyiladi xabarda. O'tkazilgan tadbirlar natijasida bir nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atildi hamda 10 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan ma'muriy jazo choralari tayinlangan. Hozirda tergov tezkor tadbirlari davom etmoqda. Afg'on matbuoti Ashraf G'ani qayerda ekanligini e'lon qildi. Afg'oniston matbuoti Ashraf G'ani Qobuldan chiqib, oilasi bilan Birlashgan Arab Amirliklariga ketganini iddao qilmoqda. IZNA agentligining xabar berishicha, Afg'onistondagi Kabul News telekanali Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va uning oilasi Qobuldan ketganidan so'ng Abu Dabiga joylashib olganligini xabar qilgan. Avvalgi u Tojikistondan Ummonga qochgani aytilgan, biroq manbaning aytishicha u Abu Dabida yashamoqda, deyiladi tarmoq xabarlarida. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklari xavfsizlik xodimi deb atagan kishi Twitter akkauntida Ashraf G'ani Birlashgan Arab Amirliklarida ekanligini tasdiqladi. Tolibon harakati siyosatining asosiy yo'nalishlari ma'lum qilindi. Afg'onistonning butun hududi egallab olinganini e'lon qilgan Tolibon harakati har bir millatning erkinligi va mustaqilligini, ayollar huquqini himoya qilishni, umumiy amnistiyani, xususiy ommaviy axborot vositalarining mustaqilligini kafolatlaganini e'lon qildi. Bu haqda Tolibon matbuot kotibi Zabihulloh Mujohidga tayanib Al Jazeera xabar berdi. Mujohidning so'zlariga ko'ra, harakatning siyosiy yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Har bir xalq erkinlik va mustaqillik huquqiga ega. Hech kimga Afg'oniston hududidan boshqa davlatlarga, jumladan qo'shni davlatlarga hujum qilish uchun foydalanishga ruxsat berilmaydi. Ayollarning huquqlari shariat doirasida himoya qilinadi. Tolibon harakati qasos olmoqchi emas va hatto sobiq tuzum yoki xorijiy kuchlar uni ishlaganlarni ham kechirmoqchi. Xususiy ommaviy axborot vositalari mustaqil qolishi kerak, lekin milliy qadriyatlarga qarshi ishlamasligi zarur. Boshqa davlatlar bilan o'zaro munosabatlar davom etadi. Afg'onistonga na mamlakat, na ichida, na chet elda dushmanlar kerak. Chet el fuqarolarining Afg'onistondagi xavfsizligi kafolatlangan. Tabiiy resurslar mamlakatga qayta qurish va gullab yashnash uchun ishlatiladi. Afg'onistonda giyohvand moddalar savdosiga barham beriladi.